Do'stlar, assalomu alaykum. Hop, sizlarga aytmoqchi gapim hozir biz o'yinlar o'ynaymiz hozircha. Counter o'ynaymiz. Counter. Nereyam? 52 52% bizda. Ularda bizda 48, ularda 52%. Do'stlar, yaqinda streamxona ochaman keyin. Do'stlarim bor. Meni ayami singlisi meni eng yaqin xolam bo'ladi. Meni eng yaqin xolam, bitta dona eng yaqin xolam bor, Nesbotirlik. Uylarini oldida bir tashlandiq joy bor. O'sha yerda do'stlarim bilan bekim machoq o'ynab, o'sha yerda kontent olamiz. Sizlar kuzatib borsanglar bo'ldi. Ko'rasizlar o'sha videoni, ko'rasizlar. Ya boshida aytganimdek, eng yaqin xolam u, chunki ayami bitta eng yaqin singlisi. Singlilari bor, lekin ular Toshkentda. Lekin men yaxshi ko'rgan xolam Zulayho xolam. Ham yaxshi. Ham ayam singlisi. Eng yaxshi xolam deb aytaman u xolamni. Bu botlarga o'ynash bizga emas ekan do'stlar. Botlarda o'ynash bizga emas do'stlar. Uzog'i bir oyda streamxona ochiladi, hamma narsa bo'ladi. Stream qilaman. PUBG'da stream olaman. Hamma narsani olaman, kunlar olaman. Keyin nasib qilsa sizlar like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, obunalar bosib, kompyuter olaman. Kompyuterda kontent qilaman. Lekin planshetim ham bor. Planshetda streamxonam ochilganda unda stream qilib turaman. Klavishi bor planshetim. Planshetim olganman iPhone 16. Bunda plansheti. Klavishi bor, kompyuter qilib o'ynasa bo'ladi. Shuni o'ynab turaman. Keyin nasib qilsa kompyuter olaman. Notebook yoki kompyuter 3 milliondan 4 milliongacha. Boshida aytganimdek, Zulayho xolamni bitta o'g'li bor, Imronbek. Va meni eng yaqin do'stim, eng yaqin o'rtog'im, eng yaqin qarindoshim bo'ladi. Biz uyga ko'pincha keladi, u ham streamga ko'pincha qiziqadi, PUBG'ga qiziqadi. Ular oilasi men uchun yaqinda. Xona botni biz otmoqchi. Bizuni va do'stlarim bo'ldi. Boshqatdan qo'yamiz bo'ldi. Xavotir olish yo'q. Gap so'zlar yo'q. Hozir. Bo'ldi. Qaranglar, qanaqa avtomat olsam bo'ladi. Bu variant shak yo'q, bu nomman. Sniperskiy qanaqasidan tanlasam bo'ladi? Men o'ylayapman, Sniperskiy hozircha oyim kelmayapti. Hozircha bunni olamiz. Avtomat yaxshi, rejimli. Lekin klishitri yo'qligi uchun muammo. Lekin ovozlari yaxshi, bittada otadi. Ko'rdinglar, hozirgina o'ldirdim. Ovozlar zo'r chiqadi. Menga buni ovoz yoqadi. O'shaning uchun. Keyin o'ldirishi yaxshi, mo'ljallashlari, mo'ljallashlari yaxshi. Hop, zerikmayotgan bo'lsanglar, bo'sh o'tirgan bo'lsanglar, like bosib, obuna bosib turaveringlar. Hech qayerlar biror narsa bo'lib qolmaydi. Yana bizni otib qo'yishdi, chunki narigi tomondan otdi. Men o'zim ba'zan Damas edim, o'shaning uchun biz bazaga o'tib, odamlar o'ldirib, bu meni otdi. Yana ham Sniperskiyda. Ko'rishinglar mumkin Sniperskiy. Like bosib, obuna bosib turaveringlar. O'sha aytganimda streamxona ochiladi. Xavotir olmanglar. Boshqatdan qo'yamiz.
To'satdan qo'yamiz. Hop, pulimiz olib qoldi. Qaysi taqdiratdan sev bo'ladi? Hozircha saksak olamiz. Bu saksak ham yaxshi. Saksoq. Kulishitr yo'q bunda ham. Saksak kulishitr ko'rgansizlar. Kommentariyaga yozib yuboringlar-chi. Men to'g'risi o'zim betini chiqarishni yomon ko'raman. O'shuncha ko'pincha o'yinlar o'ynab chiqaraman. Shunday ham o'zim betimni ko'rsatishni yomon ko'raman, lekin yaqinda ko'rasizlar. Yana shu ot ko'rishingiz mumkin, yana shu otni snayper fida. Hozir biz ham snayper olamiz do'stlar, hozir. Yaqinda aytganimdek, do'stlarim bilan berkin machoq o'ynayotganda, stream qilayotganda sizlarga aytib qo'ygan o'sha niyatim men yuzimni ko'rsataman. Chunki unda berkin machoq videoga olamiz. Ko'pincha anaqalar bo'lmaydi. Hammani o'z-o'zida kamera bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, hozir unchalik o'ynamayapmiz. Bo'pti do'stlar, hozircha buni tugatdik. Xayr do'stlar, kommentariyada o'zingizlar o'ynaganimni birdan 0 gacha baholanglar. Paq. Do'stlar, like bosib, obuna bosib, qo'ng'iroqchani tiring qilib qo'yishinglarni iltimos qilib qolamiz do'stlar. Adashib ketdim, uzr. Bo'pti do'stlar, xayr sizlar bilan Abu Uzuba ko'rishguncha.